Bir oyog'ingizni 3000 turib bersangiz agar sizga xodog beramiz. Hozir meni yonimga Amir ismli odamni olib kelsangiz agar ana shu xodog sizga. Ana shu xodogni randomli odamga soting, puli sizga, xodogimga. Qanday o'ylagan bu? Tayyormisiz? Tayyorman. Vaqt ketdi. Fast food haqida biror ma'lumotga egamiz aka? Yo'q, lekin men hisob bilaman. Farqi yo'q, 5 minut ichida lekin ishlab berish kerak. Ketdi. Nima sotsak bo'ladi endi xodogni? Qarang, fast food dastavka bilan ishlaydi, ko'pincha buyurtma berish uchun. Ana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, necha pulga olasiz shu xodogni? Qanchaga bersangiz olaveraman, farqi. 15 ming. Olasizmi? 20 sekund o'tdi. Turib bilasizmi yo'qmi? Ha, turaman. Akajon, ismingiz Abdulaziz deb bering. Yo'q. İsmingiz Abdulaziz emasmi akajon? Yo'q. İsmingiz nimadir? Abdulla. Abdullajon, shakarsan. Olasizmi? Mayda yo'q-da, mayda yo'q aka. Yo'q-da. Qiyma aka. Ha. Yiqilib ketmang aka. Xodog yeyish kerak. Mana aka, xodogingiz, mana izlachiz aka. Men o'sha inson top, ismingiz Abdulaziz. Yo, mandan chiqar. İsmingiz nimadir? O'zi nima yeysiz aka? Fast foodmi yoki milliy taomlarmi? Fast food, milliy taom, ikkalasini ham yeyaveramiz. Ismim Amir akajon. Ismingiz nima aka? Ismim Amir akajon. Aniq-a? Topganingiz uchun sizga xodog, qarang, bitta narsani tushuntirib o'tiraman. Fast food hozir aksiya ketyapti. 7 ta narsa olsangiz agar fast fooddan 8-inchisi sizga tekinga tushadi aka. Sizlar hammalaringiz fast fooddan kutamiz. Akajon, muborak bo'lsin. Sizga fast fooddan xodoglarimiz qabul qilishingiz mumkin. 88lik 410 quruvchi qilib raqamga qo'ng'iroq qilsangiz agar fast fooddan sizga dastavka qilib berishadi.